Mana energetiklarni ko'p ichish oqibati. Bemorimiz Botirov Alisher 92-yil tug'ilgan. Demak, bugun reanimatsiya bo'limida 2-sutkasi. Bizaga demak kelgandagi asosiy shikoyatlari to'sh ortida achishuvchi og'riq, muzdek ter chiqishi hamda qon bosimi tushishi bilan shikoyat qilib keldilar. Demak, bemorimiz tez tibbiy yordam orqali keltirilganda qabul bo'limida elektrokardiogramma tekshiruvlari o'tkazildi. O'tkazilgan elektrokardiogramma va shikoyatlariga asoslanib bemorga yurak ishemik kasalligi, o'tkir miokard infarkti, ko'chcha oldingi tarqoq devori bilan uzatilishi bilan tashxisi qo'yildi kechagi sanadan, ya'ni 12-oktyabrdan. Demak, bemorni anamnezdan kelib chiqib shu ma'lum bo'ldiki, bemor bizga kelgunga qadar ko'p miqdorda energetik ichimliklarni iste'mol qilib kelganligi ma'lum bo'ldi. Bemorimizni ko'rib turganingizdek, tavsiyamiz shundan iborat bo'ladiki, energetik ichimliklarni iste'mol qilmasligingizni so'rab qolamiz va o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor bo'lishingizni talab qilamiz.